Okay, and the fichin jarab cho. Fichin jarab nima arasala C. Okay, C. All right, and the C bilan munosabat qaranglar. Ikki tal C-ni mundoq qo'yib tushunami? Bu marka masalan o'sha ayollarning so'mkasiga, kiyim-kechaklarga qarasanglar, nayt ko'p tushunami? Bu nima arasanglar Chanel. Okay, bu Chanel deb o'qiladi. Chanel emasmi? Chanel. Okay, Chanel deb qo'ydi tushunami? Chanel bu intayin dangliq bo'lgan, masalan, atirning markasi, masalan, moda kiyim-kechaklarning markasi tushunami? Buni o'qiylar. Chanel. Okay, and the bununda C H A N E L. Okay, mush marka noqsaq nima ekan? C H A N E L. Buni o'qisaq nima? Chanel. Okay, Chanel. Okay, Chanel deb o'qiymiz, mana. Chanel deydigan gap yo'q. Okay, and then C H bir yakesda talaffuz qilgan talaffuzim bor. Buni keyingi darsda texnik tafsirda so'zlaymiz. Shu harfni farq etib olsanglar bo'ldi. Demak, nima? C harfi. Okay. Endi macho. Wow. Mana Obama o'tirgan mashina shunami? Maxsus Obama uchun loyihalangan. Bu nima desanglar? Cadillac. Okay. Cadillac. Ana bu C harfi ba'zida da talaffuz qilindi. Shunami? Bu nima? C A D I L L A C. Okay, Cadillac. All right. C A D I L L A C. Okay. Amsa bu so'zga munosib, harfga munosib so'zlar qarab boqaylik. Birinchisi nima ekan? Cup. Okay. Endi ma C harfini ko'pincha ahvolda t talaffuz qilindi dedim savolda. Tushunami? Yana o'xshashdan C deb o'qiladi. Bu nima? Cup. Okay, cup deganimiz nima? Stakan. Stakan. Nima? Endi keyingichi city. Yana o'xshash nima? City. C deb talaffuz qilindi. Tushunami? City. Okay, and the city deganimiz shahar. Okay, demak ma harf nima? C. Okay, C. Okay, good. Next one is D. All right, D. And the D ga kelsa qanaqasanglar? Qaranglar, ma marka nima? Okay, ma qizlar bek biladi. Voh, deydi. D I O R. Dior. Okay, Dior degan marka. Bu intayin atirning markasi shunami? Okay, Dior. Dior. Macho? Adidas sabayma. A bilan birga ko'rib. A D I D A S. Adidas. Okay, macho? Buni o'qsak D V D. Okay, D V D. All right. Demak, D harfi shunami? Hamsa bu D harfi bilan munosib so'zlar qarab boqaylik bolalar. Buni qarsak nima? D O G. Dog. Okay, dog. Okay, nima ekan? Dog degan ish degan gap, shunami? Dog. Ma keyingichi dish. Okay, dish. Dish deganimiz nima desanglar? Taxsa. Endi bu yerga so'zlar muhim emas, eng muhimi shu harfni to'lsanglar bo'ldi. Vallahi nima? D. Okay, yanchi dog. Yanchi dish. Okay, dish. All right. Amsa keyingi harf nima ekan? E. Yaxshi. E. Okay. E harfi. Qarasanglar bor nima ekan? C E O. Okay. C. Avay o'rgandik. E deganimiz avay hozir ko'rdik shunami? E CEO. Okay, ma'lummi? CEO. Bu olma shirkatining CEOlari. Ma birisi Steve Jobs, bu 2011 olamda o'ldi. Shunami? Burungi CEOsi. Demakchi, Chief Executive Officer. Nima chief asosliq yoki bosh, executive ijroiya officer amaldori. Demak, hamda shu bosh ijroiya amaldori. Demak, bu pay tizimidagi shirkatlar ham demak bosh qurg'uvchisi degan gap. Shunami? CEO. Okay. Endi machi, ma hozirgi eng yosh milliarder shunami? Hisobda eng yosh, uning ustiga eng muvaffaqiyat qozongan nima? CEO. CEO. Demak, bu Facebookning qurg'uvchisi. Ham hozirgi nima desanglar CEO shunami? Buni nima bo'lganimiz? CEO. Okay, CEO.
Nəhayət yaxşı. Qaranglar, hamda məş i hərfi bilan münasibətli sözlər. Məsələn, b, i. Hamda bu nə mənasıdır? B. Yaxşı, B. Hamda B deganimiz ma'nosini. Asalarsni B deymiz. Keyingisi she. Ma'aldirki s h birlikasini sh deb talaffuz qilindi. Bilma. She. Yaxshi, she. All right, she. Okay. Keyingisini ma'nosini f. Okay, ma'noda qaranglar. F. Bas. Talaffuz qilganda ustinki tishinglar, ostinki levinglar azroq tishlaydi. F. Yaxshi. F. Okay, endi F harfi. Masalan, buni munosabatli markal qaranglar. Nima? F O R D. Ford. Bu intayin dangliq mashinaning markasi, Amerika mashinasining shunaqa Ford markasi shunaqa Ford. Demak, shu marka nima? F bilan boshlandi. Ma keyingisi ko'rsanglar Facebook. Bu Facebook meni aytsam F bilan boshlandi. Shunaqa F A C E. Okay, face. Ma face degan yuz degan gap. A book. B O O K. B O O K. Demak Facebook. Demak hamda shu Uyg'ur tilida yuz kitob deb tarjima qilyapti. Yoki chiroy kitob debchi. Hamda muhozir hamda shu ayni vaqtdagi shu Jungodagi Shinlang Weibo deymiz-ku. Shinlang Weibo do'rgan-ku hamda Facebook. Yo'q, Renewal sorry. Renewal do'rgan-ku, shuningki nimasi desanglar, anasi yoki dadisi desak bo'ldi. Facebook. Okay, Facebook. Ajo Ford. Demak, ma'rif nima? F. Okay, F. Endi F bilan munosabatlik bo'lgan so'zlar qarasanglar, birinchisi nima ekan? Fan. Okay, fan. Good. And fan deganimiz nima? Shamoldirg'ich. Okay, keyingisi feed. Okay, feed. Okay, feed deganimiz put degan gap. Feed. Yaxshi. F harfi. Esaldan chiqartmisan? F. A B C D E F. Okay, nice. And the king harfi nima desam? G. All right, G. Okay, and the G bilan munosabatli qaranglar. Koreyaning bir dangliq markasi bor, nima? LG. Okay, LG. LG markasi shunaqa? Naq mushunda nima qo'yamiz? G. Yaxshi. Ya'ni Google. Okay, and nima Google degan nima? G O O G L E. Dunyodagi eng chong izlashma turi. Nima? G O O G L E. Demak, mushunda G harfi. Ondan sir qaranglar, bizningki g'oya markasi. G'oya markamiz nima dersanglar, qarasanglar nima? Shu bir G harfi ku, da shu yoqqa puchuq yerga qarasanglar, naha shu nimasi G harfi. G harfi nima? G H A Y E. Yaxshi. G H A Y E. G'oyaniki. Nima? Qarasanglar G bilan munosabatli so'zlarga. Birinchisi nima ekan? Glass. Okay, glass. Glass deganimiz nima? Aynak. Yoki aynak stakan deymiz, glass deymiz. Nima? And garlic. Okay, garlic. Garlic deganimiz samsak. Okay, birinchisi glass. Yaxshi, glass. Ya'ni garlic. Okay, garlic. Okay, G and nima o'qiladi? G o'qiladi. Garlic. Garlic. Yaxshi. Qaysi harflar o'rgandik bolalar? A B C D E F G. Okay, yaxshi. And the keyingisi H. H harfi. H harfi. Endi qarasanglar, bu H bilan munosabatli bir kino xulosasi aralashtirib bo'ladi. Bu nima? H O L L Y W O O D. Okay, nima? Hollywood. Okay, Hollywood. Uyg'urcha Hollywood deymiz, nima? Hollywood. Bu nima? Hollywood. Hollywood. Hollywood movie deb o'rganganman. Demak, Hollywoodning kinolari nima? Hollywood movie. Undan keyingisi dunyodagi eng dangliq bo'lgan bir universitet bor, nima? Harvard University. Ana misharik Harvard nima desanlar, H harfi bilan boshlanadi.
Buni H deb o'qimaymiz jimi yana matematikcha H deb olsa qolmaydi. Demak, H A R V A R D Harvard. Yaxshi, Harvard. Okay, endi nima keyingisi qaysi desanglar, holiday in. Okay, endi bu H bilan tuzilgan bir logo ekan, bu nima? Nima? H O L I D A Y. Bu nima? Holiday. Holiday degan shu nima? Dam olish, bayram degan gap. N mi ma'na. Demakchi, holiday in bu dunyodagi eng dangliq bo'lgan nima desanglar, bu shu zanjirsimon mehmonxona. Bu bahsmanchi qimmat emas. 5 yulduzliq mehmonxonada. Shuni chet elga chiqib qolib qolsanglar, bu intan yaxshi bo'lgan mulozim tintan nisl bir mehmonxona. Holiday in. Demak, bu nima boshlanadi? H. Demak, bu marka H bilan boshlangan ekan. Shunami? Ana H bilan munosabatli so'zlar qarab boqaylik. Masalan, hat. Okay, hat. Okay, and the hat deganimiz shlapa, postmashinami? Hat. Okay, keyingisi house. Okay, house. House deganimiz bir qavat qavatli uylarni yaratadiq. Ping-pong uylarni deymiz, house deymiz. Demak, endi bu so'zlar nima? H bilan boshlanadi. Tushunami? Hat. Okay, hat. Nima? House. House. Okay, endi keyingisi I. Okay, I. Xo'sh, endi bu harf nima? I. Masalan, amelanga tanishlik bo'lgan nima? iPhone. Okay. Ma PH birisiga deb talaffuz qilindi. O N ma oxirgi in talaffuz qilinmaydi deydi. Tushunami? iPhone. Ba'zilar masalan ingliz bilmaganlar iPhone deb oladi ekan-da. Okay. Bu hargiz iPhone emas, iPhone. Okay, iPhone. Maki iPhone nechga malla? iPhone 7. Aldimiz chiqib etibdi. iPhone 7. Demak, ma'no nima? I. Janalgo I. Onu degan nima? I bilan yana boshqa markalar qarab bag'inglar. Ma markani nima qo'yamiz? I N T E L. Okay, demakchi kompyuterning o'zigini ishlab chiqargan shirkat-ku. Uzak. Bu Intel deydi, shunami? Intel. Okay, nima? I N T E L. Okay. Yana makingisi-chi? Bu balkim ko'pincha oyoqlarni, tantarabay kiyim kiyeceklarni ko'rgan bo'lsa mumkin. Shunami? Demak, N I K E Nike. Endi ma'noda bu shundan oxirgi e ni o'qiladi. Bu Amerikaning markasi Nike. Okay, Nike. Nimada o'qiyar ekanmiz? Nike. Shunami? Demak, I harfi. Xo'sh, bu ayollar munosabatli so'zlar qarab boqinglar. Ma'no nima o'qiymiz? I C E o'qib boqinglar. Ice. Yaxshi. Ice. Okay, and ice deganimiz nima? Muz. Keyingisi B I K E. Ma'no o'qib boqinglar. Nima o'qiymiz? 1 2 3. Yaxshi. Bike. All right, bike. Ana bike degan nima ekan desanglar? Bike deganimiz velosiped. Shunami? Demak, ma'no nima? I. Harflarni takrorlab boqaylik. A B C D E F G H I. Okay, endi oyoqqa yollashnami?